Xazinem Torpil Tarbiyalash Markazi hammamizning xazinasi. İnternet tor orqali uyda o'tirib bu darslarımızga qo'shila olasiz. Türk tili, ingliz tili, arab tili, xitoy tili, german tili, uyg'ur tili, kompyuter sistemi kodlash darsi. Turkiya, Qibris va chet ellardagi universitetlarda o'qishni xohlamsiz? Qiynamsiz beshingizni qottirmay, biz bilan aloqalashing. Londondagi Uyg'ur bolalari. Tulki o'z inig ursa qotur bo'lur. Mahmud Qashqari Turkiya tilla divanidan. Meni so'rasang piraqda sarg'ayibman. Kunim yaxshi, lekin munda g'ayribman. Abdurahim O'tkir Yiroqdan xat. Londonga yetib borganimda oldimga kutib olishga chiqqani diniy va irqiy qarindishim bo'ldi. Qarindoshlik mehrini vatandan shuncha yiroq yot bir zamonda his qilganimdan nihoyat quvondim. İçimde yaratquchiga shukrlar aytdim. Yenimda qarindishim bo'lg'achqa bu yuchun tuproqda ishonch bilan qadam oldim. Bir qarindosh ato qila oladigan ma'naviy quvvat shuncha zo'r bo'ldi ekan. Buni vatanning o'zida turib nimishqa sezolmaydigan kishi? Albatta, shu kuni menga tuz berganmi shu qarindishim bo'ldi. Londondagi shu dastlabki bir qancha kunim shu qarindishimning hamrohligida xotirjam, xushal-xo'ram o'tdi. Men bu qarindishim orqali Londondagi boshqa qarindoshlar haqida asl xabardor bo'lishga boshladim. Uyg'urlar bir-biridan har qancha qaqshsimi bir-biridan ayrila olmaydi. Chunki cho'ng bir ijtimoiy taqdir hamon ularni o'xshash bir orbitaga keltirib qo'ydi. Aytilishicha, butkul Britaniyadagi Uyg'urlarning soni 150 ga bormaydi ekan. Ular sonining oz bo'lishiga qaramay, chechilib o'ltiraqlashib yashashga majbur bo'ldi ekan. Londonda turayotgan Uyg'urlarmi o'chat rayonlarda ekan. Qolganlarining ba'zisi Shotlandiyada, ba'zilari Shimoliy Irlandiyada, ba'zilari Velshda turdi ekan. Britaniyadagi kelgunda Uyg'urlarning musofirlik qismida o'xshash bo'lsa-mu, ularni bu yerga elib kelgan taqdir har bir odamda o'ziga xos bir hikoyani shakllantirgan edi. Bu hal Rossiya yozuvchisi Lev Tolstoyning Anna Karenina nomli romanining tunji abzasi bo'lgan hamma baxtli oilalar bir-biriga o'xshaydi. Baxtsiz oilalar o'z oldiga baxtsiz degan mashhur jumlasini yodimizga soladi. Har qancha qilsa-mu, o'ng kelmagan taqdir har bir yurakda zardob, pig'on va aytadiganga tugmaydigan hasratli qissalarni paydo qilgan edi. Balkim bu qissalarmi tariximizdagi barliq ichinishlik kechirmishga o'xshashlar untinsiz g'oyib bo'lib ketadigandir. Qayerda turib, qaysi yo'l bilan tirikchilik qilish London Britaniyadagi Uyg'urlarning xohish bo'yicha bo'lgan ish emas edi. Chunki bu yerdagi musofirlar Britaniya tarafidan tanlanganlar emas. Aksicha ular har xil sabab bilan Britaniyaga eqib kelishgan edi. Taqdirning noma'lum quli ularni qayerga irg'itib tashlasa, rozimanlik bilan qabul qilishga to'g'ri keladi. Shunga bu yerga kelishgan Uyg'urlar mayli hozirgi diyorimizdan, mayli O'rta Osiyodagi boshqa ellardan kelgan bo'lsin, aslidagi turmush usulidan tamoman voz kechib, yangi bir turmush yo'lini tanlab, hammani yangidan boshlashga majbur bo'ladi. Garchi ular muzlab turayotgan yuragini bir-biri orqali illatishni har qancha orzu qilsa-mu, taqdirining payliga bo'ysunmay iloj yo'q edi. Shuning bilan har shaharga, har tarafga ketishgan edi. Bundaq ahvolda Britaniyada musofiratda bo'layotgan Uyg'urlar bir-biri bilan to'liq ko'rishishga amalsiz edi. Ular yiroq bir shahardagi qarindishning ahvolini bevosita ko'ruvchi sifatida emas, yondan anglovchi sifatida bayon qiladi. Bir-birini bevosita ko'rib tushunganlar nihoyat oz bo'ladi. Men bu nurg'un qarindishimning ahvolini faqat anglash orqali asl tushungan bo'ldim. Ularning ahvolini eshitganimda, ular xuddi cho'chaklardagi tragediyalik qahramondek g'oyibona bo'lib ko'rinadi. Ularning obrazi hasratlik bo'lsa-mu, lekin turmush raqobatida hamon oldiga qarab mang'an, umidvor, jasur qiyofatda edi. Britaniyadagi musofir Uyg'urlarning mustaqil uyi borlari oz ekan. Ular umuman boshqalarning uyida ijarada o'tiradi ekan. Londonni olsak, Londonning markaziy rayonlarining uy ijarasi favqulodda qimmat bo'lg'achqa, u yerda uy ijaralab o'tirishni nomrod bir musofir hargiz tasavvur qila olmaydi. Uyg'urlar asosan degidek Londonning 4-5 halqalaridagi rayonlarda o'tiradi ekan. Diniy va irqiy rishta, shundoqla musofirlik qismida jihatdagi o'rtoqlik tabiiyalda Uyg'urlarni turk va pokistonliklar jamoatiga ulab qo'ygan edi. Londondagi Uyg'urlarning xil ko'p qismi bir bo'lsa turk ko'chmanlarning, bir bo'lsa pokistonlik ko'chmanlarning uyida ijara o'tirdi ekan. Qismanlari boshqa ellardan kelgan ko'chmanlarning uyida ijaraga o'tirdi ekan. Bir qism Uyg'urning islomiy salohiyati odatda xil sus bo'lsa-mu, Londondagi taqdir ularni o'z salohiyati haqida tuzuk bir o'ylanib biqishga undigan edi.
Ular bari bir to'p ichiga kirib yashash kerak, lekin qaysi to'pga tava bo'lish ularning irodasiga boqadigan ish emas edi. Balkim ba'zi Uyg'urlarning inglizlar jamiyatiga kirib yashag'isi kelar, ammo uningga loyiq haqiqiy salohiyatning yo'qligi ularni chetga chiqarib qo'yib, sho'rpeshona Uyg'ur ekanligini qaytadan rosa bildirib qo'yadi. Natijada ular o'zlari aniq tunib yetishga ulgurmagan, boshqalar tarafidan yeklangan, sargardan mujmal ro'y dunyosini qidirib biqib, yuchuq tepilish mumkinchiligi bo'lgan tarafga eg'ishga boshlaydi. Ma'naviy jihatdan o'zini bilishga ulgurmagan kishilar hamon bir kuni turmushning moddiy va paketlik taraflarining zarbasida silkindi va almon-talmon kimlik sarosimiga tushidi. Demak, yot madaniyat muhitining andiktirishlarida ba'zilar suyunib turib Uyg'ur bo'ladi, ba'zilar amalsiz Uyg'ur bo'ladi. Qandaqli bo'lmasin, ularning bundoq bo'lishidagi sharoit ular buni tunib yetishdan ilgarila yaratilib bo'lgan bo'ladi. Jamoatchilik degan bir kema, uningga amalsiz chiqib olgan sayohlardan bo'lgandan ko'ra, nega berishni aniq tushungan paloqchilardan bo'lish afzal. İjarakash ko'chmanlarmi boylardan emas edi. Ularning ko'pi turmushni ijaraga tayinib qamdaydi. Hatto ular ijara olg'uvchilarning yanchiqoq talmirib turganlar bo'ladi. Uy egasi va ijarachilar shu bir uyning tozliq uyi va oshxonasidan o'rtaq bahramon bo'ladi. Bunday uylarning bir egizligi 5-10 kvadrat metr atrofida bo'lib, haftalik ijarasi 60-70 funt sterlinga to'g'ri keladi. Lekin oshxona va tozliq uylari har holda pokiz bo'lib, ishlatishga qulay edi. Men Londonga borgan tunji haftada Tom ismli bir irlandiyalikning uyida turdim. Kitobimizning boshidagi sahifalarida tasvirlab o'tgandek, yotoq uyim kichik edi, ammo Tomning uyining muhiti shunday pokiz bo'lib, keyingi kunlarda men undaq pokiz uyda o'tirib boqmadim. Necha qatam uy ko'chdim, Tomning uyi pokizlik, jimjitlik va ozodlikda jalbkor bir uy bo'lib chiqdi. Londonning turmush sharoitini tushunmagachga, Tomning uyidagi men tegishli yotoqning kichikligidan harsinib yurib ekanman. Hatta o'tgandan keyin Londonning Walthamstow rayonida turadigan qarindoshlarimning biri o'z turishliq uyining bir eg'izda turishga qiziqtirdi. Men yolg'iz yurgandan ular bilan birga turishni afzallari ko'rib qoldim. Uning ustiga London turmushiga oid bilimlarim yo'q bo'lg'achqa, turmushda biroz tajribalik birining bo'lishini xohlab qolgan bo'lsam kerak, ularning yordami bilan oqshim ko'chib ketdim. Bu mahallada Pokistonliklar ko'pday qiladi. Turklarning kichik tipdagi talla bozorlarini ko'rgil bo'ladi. Mening o qarindishim biz turayotgan bu uyni bir Pokistonlikdan huddiy ilib olgan bo'lib, o'zlari o'ltirgan uydan boshqa uylar beka ekan. Shu beka uylarning kichikroq biriga o'rinlashdim. Ikkinchi qavatdagi bu yotoqning saramjonlarining tayini yo'q edi. Koridor va peshtaxtlarga silingan olma uruq rangidagi palaslar kirilishib, qarindoshga qarab yuzlangan edi. Yan tarafdagi bir egizlik uyda bir polshalikni turdi deyishdi. Lekin men bir oy turish jarayonida uni uchirtib boqmadim. Birinchi qavatdagi oshxona uyining o tarafida yana bir necha eg'iz uy bor ekan. U birida talvichiray bir pokistonlik turadi. U atiganlari hoyliga chiqib yuqori ovozda varqiraydi. O turgan uy bilan men turgan uyning oralig'ida bir bo'shliq bo'lib, o't-cho'plar o'sib ketgan edi. Ko'ni divan, sungan o'rindiq, tashlandiq matros degandek narsalar qalaymaqan tashlab qo'yilgan edi. Yomg'irli tunlarda jahon shu qadar g'ayriblashib ketadiki, yaqin atrofdagi qaysidir bir hoylidan anglagan itning g'ingshishlari jig'idek anglanib ketadi. Bundaq chaqlarda mushunaq uy ko'chib kelganimdan rozi bo'lib qolatdim. Chunki men mushunaq sharoit ostida Londonda turayotgan qarindoshlarimning real turmushini o'z ko'zim bilan ko'rishga, aqlga muvofiq yakun chiqarishga muvaffaq bo'la oldim. Men turayotgan bu uy va uning degandek pokiz bo'lmagan oshxonasi hafta oxirlarida yaqin atrofdagi Uyg'urlarning kelishi bilan avod bo'ladi. Hammamiz Moldaston atrofiga olishib, ne'matlar eg'iz tekkash, tamoman Uyg'urcha kayfiyatga to'lgan so'rindan lazzat oldik. Ularning ba'zilari o'qiydi, ba'zilari o'qishni to'xtatib ishlashga kirishib ketgan edi. Ularning ba'zilari turk qurilish huddigarlarining qo'lida ishlaydi. Ba'zilari ko'pincha qizlar qahvaxonalarda yoki do'konlarda ishlaydi. Ba'zi yigitlar irlandiyalik huddigarlarning qurilish o'rnida kechilik amalli xodim bo'lib ishlaydi. Londondagi qattiq turmush ularni hafta bo'yi tirishib tirmishga majburlag'achqa, ular muhabbat, xushallik, do'stlik, qinib uxlash deganlarni unutib, aldirash yurishidi. Hatto qursaqlarga vaqtida bir narsa yeyishga amalsiz qoladi. Bu jarayonda boshqa millatlar bilan ingliz tilida so'zlashidi. Bunday sharoitda chaqchaq, erkin parang deganlar yo'qning o'rnida bo'lib, faqat xizmat vaqtida deyishga tegishli zarur gaplar bo'ladi. Ehtimol bu qarindoshlarning ingliz tili shuningga yetadi. Britaniya turmushidagi nozik hissiyotlarni puroqliq, yumurliq qilib ifodalab, boshqalarni omroq qilib olishdan ular dahi yiroq edi. Yeriqqan, taljiqqan, zerikkan, andikkan ruhlar hafta oxiridagi qarindoshlar uchrashishlarida o'zini bo'lishiq qo'yib o'tadi.
Qarindoshlarning tunush didori va dasturxondagi taomlarla emas, paranglardagi har bir ton, har bir ahang, har bir shivimi ma'naviyatning hardoq ish bo'la oladi. Go'yo Xotan, Qashqar, Kucha, Yagan, Turpan, Qumul, G'ulja, Altay, Ko'rla, Cho'chak degandek azizon yurtlarimizning siymasi Shira atrofida tal bo'lib, yuraklar ona yurtning suyida beliq bo'lib uzatdi. Sorunda har bir Uyg'ur yan bir Uyg'urning a'zosi edi. Ular bir-biriga shu darajada kerak ediki, ular bir-biri uchun naqadar suyumlik va bebaho ekanligini ana shunday sorunda ichidan his qilib yetadi. London degan bu talat so'g'uq, lekin sehrli shahardagi tanholikning yarisiga bardoshlik berishda ular bir-biriga ana shunday tayansa kerak. Ular ba'zida bir-biriga cho'nchilik qilishidi, o'chakishidi, bir-biridan ranjishidi. Lekin teg-tegdan surishtirganda bir-biridan ayrila olmaydi. Ularda bir-biridan zoda ayrila olmaslikdek mohiyatni ro'shan aql bilan tunuydiganlar nayda oz edi. Ko'pinchisi hayajonli daqiqalarda g'uvo his qilish bilan cheklanadi. Tirikchilik ko'chisida yurganlarda ularda bunday taraflar haqida o'ylanib ko'rgudek hapsil qolmaydi. Aksicha tirikchilik uchun o'z petini olgan hamma vositani ishga silishdan ayonmaydi. Nihoyat, shoxlarda g'urur bilan jilvalangan yaproqlar hamon bir kuni yildiz tarafga to'kilgandek, ularmi baribir mushu bir to'pning a'zosi ekanligini tunuydigan vaqtlarmi bo'lib qoladi. Dasturxondagi ne'matlar tamoman Uyg'urcha qoida bilan o'rinlashtirilgan. Taomlar Uyg'urcha, kishilar har bir qo'shiq g'izoni to'liq ishtaha bilan chaynaydi. Chiroylarda huzur va qanoat, sipi o'zdan o'zlikning rahat farog'atlari tumur-tumurlarga yamirgan, chiroylarga tepgan kishilar paranglardagi tasodifiy bir yig'izgan, bir shiva, bir qofiyadan kulgi his qiladi. Bir-birini tushiradigan amaliy hikoyalar orqa-orqadan o'ttirg'i chiqib, paroqlagan kulgilarni paydo qiladi. Bunday paytlardagi chaqchaqlarda har bir kishi aslidagi saloyididan tushib, turmushdagi arzimas odamlar holatiga kiradi. Shunday qilib, ular o'zlarining faraz qilingan yoki istixiyalik holda huduklanadigan bulumsiz taraflaridan kulib, yetkucha hisob oladi. Men o'z-o'zini mazoq qilib huzurlanadigan bunday madaniyat psixikasining qandoqlarcha paydo bo'lganligini bilib bo'lolmay qiynaladim. Zodi bu g'oliblikmidi yoki chakkanlikmidi? 5-10 odamdan tarkib topgan sorunda bir naqsh chiqmaydi degil bo'lmaydi ekan. Toza yaxshi aytolmasmi, ish pushqig'dal bo'la oladi ekan. Bir ishki naqshini to'lay oladiganlarmi bo'lib qoladi ekan. Qaysidir biri Abdukim Yangoq yoki Rashida Davudning naqshini to'lasa, qolganlari jo'r bo'lib to'laydi. Bu aytishlarda yuqori mahoratning yo'qligi aniq edi. Ammo naqshga singan dard, hijron, seg'inish mo'nglari nayt chin bo'lib yuraklarga tegadi. Naqshga amriqlarning hammasining dardi bo'ladi. Dardi bo'lmaganlar naqshni yuragidan tushunolmaydi. Aytilgan naqshlarda bir qahramon bor edi. Bu qahramon tegiz o'zining baxtini topolmay davomli izlash bilan avara edi. U qahramonning vujudi son-sanoqsiz odamdan butgan bo'lib, o'z dardi ichiga g'arq bo'lib ketmay, yanala yo'lini davomlashtiradi. Naqshchilar shuncha sodda aytilismi, odamni shuklashtirib qo'yadi. Dard naqshning qahramonini suyimlik ham ulug'vor qilib ko'rsatdi. Turibli odam mushundaq naqshlarni yaratgan xalqning bolasi bo'lgandan faxrlanib qoladi. Uyning o'tugiri yosh ayollardan bo'lib, ikkisining bir-biriga bo'lgan muomalasidan shirin aylarning tapti chiqib turadi. Yosh Vaziba xonim bir ermak itni beqib olishga ulgurgan edi. Oshxona uyining ikki tarafida bir yurishdan uy bor bo'lib, ermak it mushu ikki yurish uyini tutashtiradigan koridorning ikki eshigi oralig'idagi tor bir yerda turadi. Uydagilar sirtqa chiqib ketgan chog'larda u kunlab shu oraliqda turishga majbur bo'ladi. Biroq eshikni ochgan amon kun bo'yi yolg'iz turib zerikib ketgan kuchuk alman-talman oshxona ichiga o'zini urib erkilab ketadi. Kuchukning g'ilit puroqlari oshxonani bir alatdi. Men bularga qarab, musofirning iti yarlik bo'lsa-mu, musofirga o'xshab qolganligini tushundim. Biroq yosh er-xotinlar o'zlarining turmushidan nayta rozi edi. Yosh xonim kuchukni qo'zam deb erkilatdi. Erigimi baby deb erkilaydi. Bir kun uning yigiti "Menmi baby, itinimi baby deb chaqirsangiz ikkimizning nim farqi?" deb g'o'donishib qo'ydi. Hammamiz kulib ketdik. Bu nihoyat umoq ham tabiiy norozilik bo'lgan edi. Men Valsimsi to'fiq kuchib berib, taxminan 10 kunlardan keyin Londondagi Uyg'urlarning roziyatlik uchrashishi o'tkazilgan bo'ldi. Garchi roziyat allaburun o'tib ketgan bo'lsa-mu, roziyatlik tabrik faoliyati kechikib kelgan edi. Tirikchilikdagi ko'ylar hamma odamning degan vaqtda birdek vaqt chiqarishga imkoniyat bermagan bo'lsa kerak, Uyg'urlarda roziyat mazgilida uchrashib bo'la olmagan edi. Ularning nazarida hali ham roziyatning vaqti o'tib ketmagan edi. Men bu faoliyatga qiziqdim, chunki men bu faoliyatda Londondagi qarindoshlarim bilan keng turda uchrasha oldim. Sorunni Finsbury Park rayonidagi Uyg'urlar tashkillagan edi.
Bu Şimali Londondagi bir rayon bo'lib, bir bilik Uyg'urning shu taraflarda o'ltirdiganligini anglagan edim. Men hozir turayotgan Walthamstow rayoni Londonning sharqiy shimoliga to'g'ri keladi. Qandaq berish men qildigan g'am emas edi, chunki meni opirdiganlar bor edi. Mashin bilan biroz yo'l yurgandan keyin bir zalga yetib bordik. Apchiligini zal yo'riq va pokiz edi. O'rindiq va shiralar zalni cho'ridab tizilgan, shiralay bolka, meva sharbatlari qo'yilgan, eshikdan kirishga o'ng tarafda sahna bo'lib, sahnada bir elektronlik piano turadi. Kimdir biri elektronlik gitarani tiranglatib tangshish bilan band edi. Sahnaning temida "Marhaba, xush kelibsiz Uyg'urim, haytingiz qutlug' bo'lg'ay" degan xat lavha qilib esilgan edi. Zalda Uyg'urlar bilan birga taklif bilan kelgan boshqa millatlar ham bor edi. Men tunish-tunmasligimdan qat'iy nazar zaldagilar bilan ko'rishib chiqishni zarur bilib, erlar bilan bir qo'l elishib chiqdim. Qizlar bilan chiroy salom qilishdim. Zaldagilarni tutunmaydi ekanman. Hammasi tunji ko'rayotgan odamlar bo'lib chiqdi. Ko'rishdan ancha qizg'in deb ketgil bo'lmaydi. Ko'zlarida ehtiyot va shubha aralash edi. Ziyoda Uyg'ur sirab ketganlarda bo'lgan tashnalik va hayajonni sezmadim. Notunishlarni ko'rganda andikadigan va andikish tufayli o'zini tutib oladigan holat ma'lum darajada tarbiya ko'rgan Uyg'urlardagi bir xil odat bo'lib, buning nimadan darak beradiganligini tushuntirib bera olmayman. Undaqlar qarish tarafga ortiqcha muomala qilib qo'yib, kutilmagan biyab ahvollarning kelib chiqishidan yoki o'zlarining kursining tuvallab ketishdan ansirasi kerak. Hammadan muhimi, gumon bilan qarash hozirgi zamon shahri Uyg'urlarining o'zini qo'g'dashdagi eng ommabop chorasi edi. O'ltirganlarning ba'zilari vatandan udul kelganlar bo'lsa, yana ba'zilari 2-3 davlatlarni qonqib kelganlar edi. Anglishimcha Amerikadan Oksfordga doktor ashliq kelganlardan biri bor ekan. U ortiq gap qilmaydi. So'ralgan savollarga loyiqida javob berish bilan kifoyalanadi. Muomala adablik va ilmiy, lekin qizg'in emas edi. Vatandagi Uyg'urlarning odati bo'yicha qizlar bilan yigitlar ayrilib, boshqa bo'lonlarda o'ltirishgan edi. Har kim yendikilar bilan nimlandir deyishib o'ltiradi. Sap salsam, yosh qizlarmi oz emas ekan. Ular dasturxonlarni radlash bilan aldirash edi. To'xu va qo'y go'shtining qo'rdaqlari oxir tartildi. Bolkalar bilan qo'shib yedik. Kimdir bir nechasi viskining og'zini ichib o'tlashga boshladi. Udulimda bir pokistonlik mehmonimiz o'ltiradi. U bu ahvolni ko'rib yendiki bir yig'ildi. Musulmon turib aroq ichadi ekan. Uning ustiga bir ro'ziyat murosim tursa. Uning bu gapiga hech kim bir narsa demadi. Rost gapga sukut bilan javob bermay nima iloj? Ma'rifsizlik musulmonlikning o'lchimini mujmallashtirib etgan. Musulmonlik ba'zilar uchun urf-odat, ba'zilar uchun ot meros tuyg'u, ba'zilar uchun rasmiyat, ba'zilar uchun aqida, ba'zilar uchun fikr bo'lib qolgan. Şoňa 4 Uyg'urning beşi bir yere kelmeydi. Mana bugunki mushu sorunga yetib kelganlar 30-40 Uyg'ur ekan. Qolganlari bu sorunning sharafli sorun bo'lish ehtimolini o'ylab kelmabdi. Yashashdagi o'rtaq prinsip va e'tiqodini yo'qotib qo'ygan xalq cho'pansiz padaga o'xshash sayoq ham tartibsiz keldi. Ayirganni iyiq, bilinganni bo'ri yeydi. Ular to'ygisiga minib, to'ygisini izlaydi. O'zlariga bosh bo'lg'idek odamlar yanida tursa, o'tmishdan izlaydi. Bir-birini yaratmaydi va oxiri hech kimga yaramaydi. Qursoq azroq astarlangandan keyin sahnadagi sozlar yangrashga boshladi. Gitar chalayotgan o'tirbo'y dixmaq bola gitarni xeyli ustidek qiladi. Uyg'urcha ahang zalni bir oldi. Jo'shqin qon to'lqini tomirlarni yarg'udek ravishda urg'ishga boshladi. Sozanda yigit o'zi chaladi, o'zi o'qiydi. U barbara o'z o'qiyotgan naqshning bandisiga aylanib, ritmga agishib choy qiladi. Qaraganda bugun uning uchun rosa xumardan chiqadigan kun bo'lsa kerak. Yigitlar bir-ikkidan qopib qizlarni tansiq tartdi. Arada Uyg'urcha usullarni o'ynaldi. Eng oxirida qizlar bilan qizlar tansi o'ynadi. Ko'rinishlar vatandagi o'ltirishlar bilan farqsiz edi. Bir aylan mikrofonni qo'liga ilib meni ishga yig'iz gap qilib berishga taklif qildi. Chavaklardan keyin zal jimib ketdi. Sahnaga chiqdimda gapni mundaq boshladim. Assalomu alaykum suyumlik vatandoshlar. Boy aytilgan naqshlarning mo'nglaridan hech qutulib ketolmayapman. Şoňa sizlarga damali nima deyishimni bilolmadim. Men Angliyaga yaqinda kelganim uchun sizlarga ona vatan salomini yetkazishga o'zimni layoqatli hisoblayman. Menda texi vatanni yegan tuzning tapti bor. Vatanning to'pisining hidi bor. Uchamdek maykamdan vatanning sopini puraydi. Bu mayka vatanning suyida chayqalgan. Şoň meni aranglardagi eng keyingi musofir deb tunib salomimni ilik elinglar. Sizlarga ona xalqinglardan umidlik salom. Zalda alqış yangradi. Sizlarga bir parcha she'r o'qib bersam qarshi olamsizlar? Dedim men arqadilla. Ko'pchilik javob chaldi. Men sizlarga Almutada o'tgan Uyg'ur shoiri Eliya Baxtiyaning Uyg'urlarni tunishtirish degan she'rini o'qib beray. Zal jimidi. Uyg'urlarni tunishtirish. Yig'ib qo'ygan dunyosini to'yg'i deb, tukvitar mehmon keldi uyga deb. Desang agar tushunmasdin bu qandoq, bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundaq.
Uyg'urlarning qo'li oltin, ko'ngli gul. Bağ baraqsan ular turgan dasht chul. Do'stqa degan mehri uchuq, ko'ngli oq, bilib qo'yg'in Uyg'ur degan mushundaq. Ata akşam işkini ilmaydı. Qulup salmaz qızgın işni bilmeydi. Düşenmezde desen eğer bu qandaq, bilip qo'yg'in Uyg'ur degan mushundaq. Köcet tikip say bolsun deydi o. Sayısida özü tursa meyliği. Dost burader köngülü doysa şu baqqa, men qatarga qo'shildim der şu vaqta. Qayg'u tushsa tang bölüşüp alıdı. Biri külse onun köngli qanıdı. Qirindaşdan artıq görüp qo'shnini, atsidek tingshaydi yar do'stini. Jabayingmu jabadan o qo'rqmaydi. Ağırıp qalsang ang avval shu yo'qlaydi. Darding bo'lsa alıdı o bölüşüp, şadlıq günler olturdu külüşüp. Naqşı sazsız, meşrepsiz o yürümeydi. Sen külmesen o icilip külmeydi. Sen egilsen o sunudu sen üçün. He, sen sunsan o ölüdü sen üçün. Uyghur degen yaxşılıqqa yaralgan. Bilim ilmi jahanğımı taralgan. Aq ornida hemişi gül ünsün dep, emgek kılar insan aman bulsun dep. Zal çavaktan keyin biraz jimidi. Varanchurun shavqun siralla asta asliga keldi. İlk ruhluq çalgılar yeni tilg'i kirdi. Şe'rdagi saddiliq, mardonilik, sixiylik, sotliq, xiramonlik yig'ib turadigan paks tuproq ro'yi go'yo zaldan o'zini quydigan joy topolmagandek barbara havoga o'rlab, nam bulutlarning orasiga kirib ketadi. Iliya Baxtiyorning qishloq ro'yiga boy bu she'ri amaliyotda Angliya sahrolarining tabiiy ko'rinishiga mos kelmaymi qolmaydi. Aksicha hammadan bek tez o'zgarib yodlashayotgani o'zimiz deb o'ylamayyu, pishmagan bu o'ylarimni aytmay qo'yaman. Sorundagilar bir ishkidan tarashqa başladı. Her kim bu murakkab shaharning qatnashli niyalaridan o'zlariga qulay yo'l tepib qaytib bilishning qo'yuq tushmoqda edi. Ular degandan boshlab Londonning odamlar to'lqiniga o'zlarining rizqini istab sho'ng'ishga boshlaydi. Tamtirgan tuproq ro'yi, temir ro'yining narisida ular o'zini yo'qotib qo'yishi mumkin. Ba'zi yigitlar menga tunishlik berib, telefon nomerlarini almashtirishdik. Ular meni izlaydiganligini aytishdi. Shunday qilib, tasdiq tashkillangan bir qadimliq uchrashish oxirlashdi. Uning kayfimi uzun o'tmay taradi. Kishilarning kayniga qarashga cho'lis yo'q edi. Bu so'rinning gapimi uzoqqa bormadi. Kishilarning kallasida hamon atining g'imi. Yigitlarning ba'zilari oyda bir qatim telefon qilib qo'yatdi. Ular meni izlaydigan ko'ngilning borlig'ini izhor qiladi-yu, unda qilib bo'lolmaydi. Men buni tushunatdim. Ancha-muncha uchrashib qolgan yigitlarning og'zida qizlarning gapi, qizlarning og'zida bo'lsa yigitlarning gapi. Ammo har qanday qiz-yigit Londondagi birini o'ziga loyiq ko'ra olmaydi. Har birining ustida ko'ngilda shak paydo qiladigan bir qator hikoya bo'ladi. Garchi har kimning o'ziga tushliq muhabbat va hijron hikoyasi bor bo'lsa-mu, boshqalarga keng qursaq bo'lishni hech kim xohlamaydi. Ular soat-soatlab boshqa allardagi yoki vatandagi qizlarga telefon qiladi yoki internetda gap ochadi. Hatta oxiridagi oqshomlarda yigitlarning ko'ngli telefondagi nazokatlik ovozlardan uzoqlanib aram topadi. Yigitlarning nazarida pak, sadoqatman qizlar hamon yiroqda edi. Ammo qizlarning nazaridagi bu yigitlar o'zlarining turmush yo'lini tepib bo'lolmagan edi. Shunday ekan, ularda qizlarga yuraklik gap ochqudek jur'at bo'lmaydi. Mening ko'z tushimcha bo'lgandimi, qizlar o'qish va ishning yo'lini tepishda bakrak muvaffaqiyat qozongandek edi. Men hech bo'lmaganda bir ishga jup qiz yigitning yuragiga rishta o'rnatib, savob elishga shuncha tirishib baxdim. Hammasida mag'lub bo'ldim. Xuddi toshni tayoqqa tang'il bo'lmagandek, sirtda uzun yurib ketgan balalarning qag'dalmi ko'ngillarini bir-biriga ulumaq tas ekan. London musofirlar bilan to'lgan shahar. Uysiz qilib ko'cha bo'ylaridagi binolarning lampalari ostida, palampaylar ostida tegi yeshik qog'ozlarini silib, yelang yipinchilar ostida mo'ldirlab yotgan kelgundilarni uchirtib turamiz. Undaqlar Sharqiy Yevropadan kelganlar ichida jiq edi. Ming shukrki, qarindoshlarimizning o'ziga allarga chiqishdagi ijtimoiy asosiy ojiz turuqliq bundaq kuniga qolmagan edi. Ular aplab-saplab kunlarini oladi. Har bir Uyg'urni bejirim oshpaz deyishga bo'ladi. Ular arzon, oddiygina xurishlardan o'zlari rozi bo'lgandek g'izolarni etib yeb, o'zlarining miskin hayotiga tasalli tepishni biladi.
Londondagi Uyg'urlarning soni ko'p bo'lmagani bilan tarkibi murakkab edi. Ularning oralarini mayli rost yoki yolg'on bo'lsin, shubhali hikoyalar aralab yuradi. Ular o'zlari arzulab chiqishgan bu erkin dunyodami bir-biri bilan azodi bardi keldi qilishga petinolmaydi. Asoratlar kishilarning ro'yiga yildiz tortib ketganda, ular qayerga berishmasin, erkin dunyoning erkin mehmoni bo'la olmaydi. Chunki ularning taqiblari o'zlari bilan billa. Ular o'zlarining bisramjon holatining sababini faqat bir-biridan izlaydi. Natijada yendigi har bir qarindosh ziyondosh bo'lib ko'rindi. Keyin anglasam, Londondagi Uyg'urlar maysizlar va mayxo'rlar deb bo'lingandan sirt, Walthamstow va Finsbury baxchisiliklar deb ayrildi ekan. Tixman o'zimmi bilmagan holda Walthamstow tarafga ayrilibdiman. Men kishilar bilan ortiq aralashib ketmagachga, o'zimning qaysi guruhda bajganligimni sezmay qopdiman. Ammo aytishlarda shunday ekanman. Menda bir kimga aniq maydon yoki pozitsiya shakllanmay turib, qanday bir kimga o'ch yoki mayil bo'la olmayman. Tarixni oltin o'rg'oqda o'rib, ay shahrida so'ruzmi tarix bo'lgandek, qarindoshlarimiz g'arb shamilda so'rulibmi, sharq shamildagi peti turibdi, dedim ichimda. Londondagi Uyg'urlar angliq bir jamoat bo'lib uyushishdan xeyli yiroq edi. Ular hit bayramlarda intayin chekli guruhlar bo'yicha bir-birini izlashidi. Bir yilda bir qadam san'at yoki bayram faoliyati yuzasidan kengrak doirada uchrashidi. Bular bir bo'lsa istixiyalik tarzda, bir bo'lsa ma'lum fidoyilarning alohida tirishchilik ko'rsatib tashkillashida ishga oshidi. Ular da o'zlari birdek e'tirof qilishgan oqsoqol yoki klubning muntazam rahbarligiga kirmagan edi. Har bir Uyg'urni yakka shaxs sifatida kuzatganimda zerek ham qobiliyatli ko'rindi. Ammo ular izchillikqa ega kollektiv tuzum shakliga kirganda shaxsiyatdan aralashtirilish sababli chuvalchaq, mas'uliyatsiz bir gapda bo'lib chiqadi. Qashshaq an'anaviy yez egiligini asosiy mazmun qilgan jamiyatning urf-odat, qoida-usul, tarbiyat topmagan diniy ong muhitida yetilgan bu tipdagi odamlar bir-biri bilan oson chiqishidi, oson zidlashidi. Chus mijozlar yiroqni o'ylashni talab qiladigan chegish masalalar oldida paylamaydi. Agar ularni birlikka keltirgan narsa bor deyilsa, u o'rtoqlik, vatan to'g'risidagi xotira, o'rtoq urf-odat, o'rtoq taqdir, o'rtoq qiyinchilik, o'rtoq zerikish, bir-biridan tasalli izlash qatorliqlardan iborat bo'lib chiqadi. Boshqa jamoatlarning aldirab ariq almasligidek amaliyat ilib kelgan yushirin xo'rliq tabiiy holda ba'zilarni o'zi chetlamoqchi bo'lgan orbitaga qistab qo'ydi va bu murakkab reallikni amalsiz qabul qildi. Shu topda Londondagi Uyg'urlar uyoq-buyoqlarda chechilib o'ltirdi. Toulousening muqim turalg'ilari yo'q, muqim xizmat yo'q, asosan degidek boshqa jamoat turkumi biqinib turmush kechirdi. Ularning oldi farzandlik bo'lib, farzandlari boshlang'ich maktab va oliy maktablarga o'qishga kirishga boshladi. Navbatda ular o'zlarining til, madaniyati, e'tiqodi, urf-odati va tarixiy aslarini avlodlarga qanday bildirib davomlashtirdi. Sagik ota-onalarning bu to'g'riliq beshi qatmay qolmaydi. Agar ular bir jamoat holida kelamiz desa, o'rtaq e'tiqod, qimmat qarash, til, arzu, faoliyat, kapolat, aloqa, manba degandek narsalarni izchil saqlab qolish bilan birga yangi xrislaq taqobil turalg'idek darajada qurilmaga ega bo'lish kerak. Yana o'rtaq makon birligida avlodlar aro va qo'shnilar aro hamkorlikni vujudga keltirish kerak. Navoda ular tez arada shunday qilishga muvaffaq bo'la olmasa, ma'lum vaqtdan keyin avlodlar farqi, generation gap kelib chiqadi, cho'nglar varissiz qoladi. Bilishimcha 2004-yili Londondagi Uyg'urlar va Britaniyalik etnik musiqshunoslardan tarkib topgan London Uyg'ur ansambli qurilgan ekan. Tambur, g'ijak, dutar, taplarning sadosidan tuzilgan kuy-nag'malar Britaniyaning cho'ng-kichik anjumanlarida yangrab, o'xshamagan irqdagi kishilarning diqqatini tortgan. Bu ahanglar Taklimakan vodisida yashab, dunyo tarafidan unutilib ketgan xeyli cho'ng bir qavmning mavjudligini g'uva uqtirib turishga qodir edi. Obraz va mavjudligimizdan so'z ochganda, bugungi Qashqar bilan London birdek esidan chiqarib qo'yishga boshlagan saltanatli bir tarixning kichik bir yip uchini tashlab o'tib ketolmaymiz. Londondagi Thames daryosining janubidagi Plumstead bo'ligiga joylashgan bir ko'cha bor. Uning ismi Qashqar ko'chasi. Men mushundaq bir ko'chaning borligini anglab, o'z ko'zim bilan ko'rib kelishga tirishdim va kunlarning birida mazkur ko'chani ko'rish istakim ishq ochdi. Ko'z oldimda 400 metrcha uzunlikdagi bir ko'cha timtas holda so'zilib yotadi. Ayolimmi menga hamroh edi. Ikkimiz ko'chaning beshida bir haza turib ketdik. Bu ko'cha qachon paydo bo'lgan, ismini kimlar qo'ygan, nima uchun degandek savollar kallamda hukmron edi. G'uva tarix zuvoniga kirib, iniqsiz bir takallum bilan shivirlagandek belindi. Ko'chaga ixlos bilan qadam tashrif qildik. Ko'chaning qasnaqida qator-qator uylar, uylarning hammasi 2 qavatlik edi. Asta mang'inimizcha ko'chaning o'bishiga bordik. Yondagi uylarning biridan bir odamning chiqib qolishini umid qildimki, hech kim chiqmadi. Ko'chaning beshidagi uylarning timida Qashqar ko'chasi C.E. degan xat bor edi. Biz bu xatni ariq ko'rinish qilib suratga tushdik. Arada biraylarni uchirdi, undan so'radim. Yaxshimisiz? Siz mushu ko'chada o'ltiramsiz?
Şundaq, sizdən bəzi nərsələrni sorğum var idi. Buludu, sorang. Bu ko'chaning ismi nimish Qashqar ko'chasi deb atalgan? Bilmaydiganman. Men bu Bengaldan ko'chib kelgan ko'chman. Bu ko'chada qayerlik kishilar ko'proq o'ltiraqlashgan? Bilishimcha, Sharqiy Janubiy Osiyodan kelganlar ko'proq qo'dayman. Jungodan kelganlar yo'qmi? Toza aniq bilmaydiganman. Rahmat sizga. Qaraganda mushu vaqtning o'zida Qashqar ko'chasi haqida uningdan ortiq narsalar bilolmasam kerak. Shundaq, o'zim haqida bilmaydigan narsalarim nihoyatda nurg'un. Biz haqidagi nurg'un arxiv va qo'lyozma Britaniya, Rossiya va Yevropaning boshqa ellaridagi arxiv ambarlarda, muzeylarda yotadi. Bu ma'nodan aytganda tarixni kekash deyishga bo'ladi. Biroq tarixni so'zlatadi. Bilishlar asta-asta o'zining qibini yoradi. Men Qashqar ko'chasining bu tarafiga o'tib, keynimga o'rilib ko'chaga boshdan oyoq bir qarab etdim. Tamlashimcha bu nom Angliya, Rossiya qatorliq cho'ng davlatlar Qashqariyan tiqilishadigan cho'ng o'yin bilan munosabatlikdek turadi. O'rta Osiyo tarixida shuhratli bo'lib kelgan Qashqar 19-asrning keyingi 20dan boshlab Britaniya matbuotlarida ko'rilishga boshlagan ekan. Bir shaharning tarjimonini ba'zida 1,5 tangimi so'zlab bera olgandek, bir davrning tarixini bir ko'chaning nomini bayon qilib bera oladi. Gap ko'chalarni tilga kirgiza oladigan tarixchilarda. O'zbek shoiri Muhammad Yusufning Ko'ni quduq nomli dostonidagi buni misralar ismiga kelib turib oldi. Qandoq go'zal eding Buxoro. Osmon o'par gumbazlar ara. Men ziyorat qilib avora, topolmadim bir soq munora. Shoirlar qalbining ramzi qavmi uchun arziyat chekishni zimmasiga olgan nabiyalarning ro'yidan ilingan bo'lsa, elning jarchisi bo'lmay qolarmi? Günümüzdə musafiratga o'zini beg'ishlagan har bir odam bir izchi bo'la olgandila talaylagan Qashqar ko'chasini zuvoniga keltirgil bo'ladi. Navoda ularning o'zlari hayot sodisining qaynimida yetib kelsa, ularning derikin qilib odam izlash e'loni berdiganlar chiqmay qoladi. Londondagi Qashqar ko'chasi sanoqsiz izning biri. Izchilar bir kishilik tirikchilik uchun yiroqlarga uzrab ketishdi. O'qimishlilar orasida davrangi va obraz bilan shaxsiyati birdek bo'lmagan odamlar xeyli ko'p. Undaq adamlar atrofidagi kishilarni o'z mijozining rangli ko'zoynagi bilan ko'rib baho beradi. O'zini sezmasdan subyektivlik qiladi. O'zining mijozi tufayli boshqalarni o'ch ko'rdi yoki yaklaydi. O'z mijozining o'sal yerlari bormi yo'q deganni o'ylab baxmaydi. Hadislar boshqalardan qusur istaydi. Natijada ularning amaliy olgan roli kishilarni tashviq qilgan g'oyasi va shuarining aksichi bo'lib chiqadi. Bunday ikki yuzlama ro'y sifatda aslidagi badxo'ylik chin bo'lib, keyin qabul qilingan yaxshi sifatli tarbiya va ilm bu tarafni yepishqa yoki o'zgartirishga ojizlik qilib qoladi. Chunki bolalikda singan xo'y osonlikcha o'zgarmaydi. Ulardagi ilm ularning odamiyligiga sin beralgan bo'lsa-mu, oliyjanoblik berolmaydi. Haqiqiy ilm-mu talant va pok odamiylik ziminida mif beradi. Shunga biz aramizda ilm va haqiqatning fazilatini o'zining bir kishilik odamiyligiga, shaxsiyatiga aylantira olmagan isil qiyofatlik badxo'ylarni uchratib turamizda, ko'nglimiz intayin g'ash bo'ladi. Oqibat bu g'ashlik bilan to'xtab qolsa mayli-ku. U odamga tugmas azob va parokandachilik elib keladi. Ular mol dunyoga heris bo'lmagan, o'zlariga zahmat yetmagan ma'naviy odamlarga sodigar mijozi bilan muomala qilib, ma'naviy ustunlik davosini qiladi. Chunki ularcha obraz va shon-sharafmi hozirgi zamon dunyosiga zarur manfaatlarga kirdi. Mol dunyoning saltanati bilan kelgan obro'yning hamon cheki bo'ladi. Ular yana boshqalardagi obro'yning hasadlarida o'rtinib, ig'vogarlik va suxanchilikni qurol qilib tanlab oladi. Qur'on Karimning Humaza, ya'ni tuhmatchi surasida mundaq oyat bor. Ochko'zlik bilan mol dunyo yig'ib saqlaydigan tuhmatxo'r suxanchilarning cho'qim ko'rgiligi bor. U o'zicha mol dunyolarim hammaga qodir deb o'ylaydi. Ko'rinib turdiki, bu yerda mol dunyo tamannosidagi suxanchilik shu qadar qattiq la'natlanyotdi. Dal mushu suradan avvalgi Asr surasida haq bilan sabr fazil insonlarning muhim ikki sifati tariqasida tavsiya qilindi. Suxanchilik va ikki yuzlimchilik jamoat to'pini ichidan chiritib, yimirib tashlaydigan ko'ydirgich kislotadirki, ziyni mo'ljarligisiz. Onun ustiga kishilik dunyosi bu suratlik odamlardan mustasno bo'lib ketolmaydi. Shung bizga haq bilan sabrni o'zaro tavsiya qilish dalolat qilindi. Tarix ko'rsatdiki, haqni tavsiya qildiganlar haqorat, xo'rliq va tuhmatlarga uchrab keldi. Yiroqni ko'rishdan kelgan sabr haqni tavsiya qilguvchilarning vaznini oshiradigan yana bir fazilat sifatida tartib qilindi. Haqni tavsiya qilguvchilar tantak va sabr taqatsiz bo'lsa, osonlik suxanchilarning damiga tushib ketadi-da, suri va so'litini saqlab qola olmaydi. Shunga koinotda keng nazar bilan tamkin bo'lish ularni chakana vositalarning iziqtirishdan saqit qila oladi. Fikri zaiflik va nafsiy g'oliblikka mahkum bo'lgan avomning hushyor fazilatli odami bo'lish nihoyat mushkul.
Diqqat qilmasa, kishi o'zining insoniyatiga o'zi ayblab turayotgan ashu majruhlarning illatlarini bilib bilmay yo'qtirib olish mumkin. Mas'uliyat va sevgi seni ularning orasiga ilib boradi. Ro'shanki, haq bilan sabr qandaqdir hissiyot va hayajonga beriladigan xarakter egasining emas, balki mezon va prinsip bo'yicha ish ko'radigan aqlona, sug'uqqan odamning qo'lidan keladi. Turmushda birovga bo'lgan pozitsiyamiz uning mijozi va turmush odatiga asosan belgilanib qolgan ahvollar bo'ladi. Ma'lum bir kishi bizga prinsipga yotadigan cho'ng ommaviy ziyonlarni solmadi. Hatto shaxsiyatimizga g'arazlik asosda zahmat yetkazmadi. Ammo uning odatimizga yoqmaydigan qiliq qiyofatlar bor. Sug'uqqan bo'lmasak, biz bu odamni yomon ko'rib qolishimiz, ig'ir bo'lganda bu odamni zarba berish nishoniga aylantirib qo'yishimiz mumkin. Natijada biz bu odamning ko'pchilik foydali tarafini ko'rishdagi haqqoniy prinsipini qayirib qo'yib, xarakterimizdagi tabiiy bir mustabidlikni ayonmasdan bayroq qilib olamiz. Shuning bilan birini xo'rakchi, birini qarni yomon, birini radsiz kiyindi deb nafratimizga olamizda, bu haqsiz nafrat tufayli kesilgan aqlimiz ularning boshqa xislatlarini lilla baholashga ojizlik qilib qoladi. Vaholanki yoqtirmaslik bir ish, nafrat yoqtirmaslikning radikallashishi bo'lib, to'g'ri yetakchi prinsipdan ayrilganda zo'ravonlikni keltirib chiqarishi mumkin. Uchur texnikasi taraqqiy qilgan shu kunlarni ma'lum ma'noda psixologiyalik urush davri deb sifatlash mumkin. Bundaq davrda dajjalning fitnasi osonla yuz berdi. Uchur ishlab chiqarish va uchurni yurishtirishdan o'rni bo'lmagan jamiyat to'plari boshqalar nimdiz kuldirilaveradigan hamoqat bandilarga aylanib qoladi. Ahmoqning po'stiga saman tiqish intayin oson. Ular haqiqatni yeklab sapsati konidek choplashib oladi. Amerikalik ma'rifshunos va filosof John Dewey o'zining kayfiyatini muvofiq tizginlashni bilmagan odamlar haqida mundaq yozgan. Bir adamning harakati agar pishqan xulosining yetakchiligida bo'lmasa, u boshqa turib o'ylanmagandagi hayajon, tangsiz yonbisish, g'alit xiyol yoki birdamlik kayfiyatga agishib ish qiladi. O'zini tutib olishni bilmaydigan, dangsab ko'rmaydigan yuzaki odatlarni yetildirib olish mahkumlikni keltirib chiqaradi. Chunki bu odat odamni yaxshi ko'rish, o'ch ko'rish, tuyg'u va hissiyotning iskanchasiga tushirib qo'ydi. Biz uchur ishlab chiqaruvchilar layoqatida emas, uchurlarni tuvan saviyada iste'mol qiluvchilar layoqatida mazkur uchur davrida yashayapmiz. Butkul Asiyada tirikchilik g'amlariga bog'langan mutlaq ko'p sonli odamning atrofida gazet, jurnallar, radio, televiziyalar har xil ovozni chiqarib turadi. O'zining mavqei, nishoni va plani bo'lmagan odamlar har qancha ko'p uchurlar orasida bo'lgandimi, o'zining foydasini tepishga qodir bo'la olmaydi. Ajdodlarimiz 7 o'lchab bir kes degan hikmatli maqolni ijod qilgan. Bu hikmat hozir g'arb dunyosida moda bo'layotgan tanqidiy fikr qilish, critical thinking dalolatlarining naq o'zi. Biz buni omabop qilib, dangsab fikr qilish yoki dangsimi tafakkuri deb olsak bo'ladi. Hamda biz mushundaq tafakkur usulini turli turmush faoliyatimiz bilan birlashtirmasak bo'lmaydigan ahvolga duch keldik. Agar biz hissiyotimizga agishib, yaxshi ko'rish va yomon ko'rishdan iborat tuyg'ularimiz bo'yicha yashasak, oson chiqishadigan, oson qiyirishadigan, oson ta'sirlanadigan, oson hukm chiqaradigan paylimiz hozirgi dunyodagi mavjudlik o'rnimizni